Assalomu alaykum do'stlar. Farg'ona viloyati Yaypan tumanida figurali suv turbalarimizni o'rnatib berdik. O'rnatyapmiz hali ham oxirgilari. Yubkalarni ATS zakazga bagatiroq ko'rinadigan qilib kattaroq qilib tayyorlab berganmiz. Zamok holatida 41 rasxodli, ko'ryapsizlarmi, chetidan kelgan. Xo'p. Mana ikkita bu tarafda, ikkita bu tarafda, bu tarafda bitta. Orqa taraflar ko'chada ham ishib ketyapti hozir. Ko'chani ham ko'rsataman. Kimga mana shunaqa figurali tarnolar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz o'rnatib beramiz. Arka slif, Euro slif deb, Euro slifni ham arkadagicha qilib beramiz. Mana bu tarafda bittasi o'rnatilyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, buni yubkasi qo'yilgani yo'q. Kanalizatsiya turbasi bo'lmaganligi sababli yubkani ustidan qo'yib qo'yamiz. Ichidan suv oqib, ana shu pastga oqib turishaversin dedi. Shuning uchun pastga oqizib qo'yganmiz. Oxirgi bitta nariga bir joyga tushadi, bu tarafga tushdi. Xudo xolasa o'rnatib bo'lganimizdan keyin yana bitta videosini qo'yamiz. Instagramga obuna bo'lmaganlar Instagramimizga o'tsalar, qisqa joyida bitkazilmay turgan ishlar videosini qo'yib boramiz. Xullas, xato kamchiliklarimiz bo'lsa kommentariyada yozib ketaverasizlar.